Sadio Mane haqiqiy qahramon. Bilasizmi, Sadio Mane haqida odatda gapirilganda ijtimoiy tarmoqlarda, ommaviy axborot vositalarida uni maydondan tashqaridagi holatlari, harakatlari, ya'ni ehson qilganlari, kimgadir yaxshilik qilgani, jamoat fondiga katta xayriya berganliklari gapiriladi. Gap yo'q, aslini olganda bular gapirilishi, e'tirof etilishi kerak bo'lgan xislatlar. Lekin Sadio Mane bizni maydondagi harakatlarini ham gapirishimizga majbur qilyapti. Kanalimga obuna bo'lib qo'ying, hozir sizlarga batafsil tushuntirib beraman buni. Demak, aniqroq qilib aytadigan bo'lsam, Sadio Mane Senegal va Marokash Afrika Kubogining finalida bo'lib o'tayotgan uchrashuvda jamoasini sardor sifatida maydonga yetaklab tushdi. Biroz Marokash favorit sifatida o'yinda harakat qildi. Lekin uchrashuv 113-daqiqagacha 0-0 bo'lib turgan holda Senegal darvozasiga penalti belgilandi. Ammo lekin biroq ushbu penaltidan norozi bo'lgan Senegal futbolchilari hakamga bosim uyushtirishdi va umuman foydasi bo'lmagach, ular maydonni tark etishdi, xuddiki o'yinni yakunlaymiz, biz o'yinni davom ettirmaymiz nohaqlik sababli deb. Agar ular maydonni tark etganda to'laqonli uchrashuv yakunlanardi va texnik mag'lubiyat Senegal tomoniga berilardi va Marokash o'z-o'zidan chempion bo'lardi. Lekin bilasizmi, maydonni hamma tark etgan taqdirda ham bitta futbolchi oxirigacha qoldi. Bu Sadio Mane va u barcha futbolchilarni birdamlikka chaqirgan holda hammasini maydonga qayta chorladi. Qaytib chiqinglar, uchrashuvni davom ettiramiz. Bu oxirgi imkoniyat emas. Biz chempion bo'lamiz hali degan asnoda barcha jamoadoshlarini maydonga qaytardi. Davomi nima bo'ldi? Brahim Diazning beo'xshov zarbasidan so'ng darvozabon to'pni ilib oldi va penaltini qaytardi. Bundan biroz vaqt o'tib esa Senegal ekstra taymlarda hisobni ochib, mana shu gol yagonaligini saqlagan holda Senegalni chempion qildi. Xo'sh, endi asosiy qahramon kim? Albatta Sadio Mane. Va Sadio Mane o'z tarixida o'z boshchiligida sardorlik ila chempionlikni qo'lga kiritmoqda terma jamoasi bilan ikkinchi bor. Tabriklaymiz. Bu Sadio Manening chempionligi. Sadio Mane haqiqiy lider ekanligini yana bir bor isbotlamoqda.